Bilarmidingiz, atigi bir piyola ushbu tabiiy ichimlikni har kuni ichish orqali o'pkangizni balg'am, toksinlar va zararli bakteriyalardan tozalashingiz mumkin. Agar siz surunkali yo'tal, nafas qisishi yoki o'pka tiqilishi kabi muammolardan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, bu kuchli ichimlik nafas olish tizimingizni bor yo'g'i bir necha kunda tozalaydi. Har kuni biz havo ifloslanishi, chang va toksinlarni nafas orqali yutamiz. Ular o'pkamizda to'planib nafas olishni qiyinlashtiradi. Ammo bor yo'g'i 3 ta tabiiy mahsulot yordamida siz balg'amni chiqarib yuborishingiz, nafas yo'llarini ochishingiz va o'pkangizni mustahkamlashingiz mumkin. Xo'sh, bu qanday tayyorlanadi? Avvalo kichikroq kastrulka olib ichiga 300 ml suv qo'ying. Suv qaynab chiqqach olovni pasaytiring va 1 choy qoshiq maydalangan zanjabil qo'shing. Zanjabil bu tabiiy balg'am haydovchi vosita bo'lib, balg'amni suyultiradi va tiqilishlarni yo'qotadi. Keyin 1 choy qoshiq kurkuma kukuni soling. Kurkuma bu kuchli yallig'lanishga qarshi vosita bo'lib, o'pkadagi tirnashni kamaytiradi va infeksiyalarga qarshi kurashadi. Nihoyat 1 osh qoshiq tabiiy xom asal qo'shing. Asal tomoqni yumshatadi, tirnashni kamaytiradi va tabiiy antibakterial vosita sifatida zararli mikroblarni yo'q qiladi. Yaxshilab aralashtiring va 5 daqiqa davomida qaynatib turing. So'ngra uni idishga suzib o'tkazing va biroz sovishni kuting. Har kuni ertalab och qoringa ushbu iliq ichimlikdan 1 piyola iching. Agar sizda surunkali yo'tal yoki ko'p balg'am bo'lsa, uni kuniga 2 mahal ertalab uxlashdan oldin ichishingiz ham mumkin. Doimiy ichib yurganingizda nafas olishingiz yengillashadi, balg'am kamayadi va o'pkangiz mustahkamlanadi. Yanada ko'proq ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling.